Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, bank mijozlari. Mana bugun prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan 3 tajribasi asosida uchrashuv o'tkazib sizlar bilan uchrashib turibmiz. Bu uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad tadbirkorlar muammolarini hal etish, ularga yechim topish orqali yangi ish o'rinlar yaratishga qaratilgan. Marhamat, bankimiz mahsulotlari haqida kimda nima savollar bo'lsa, marhamat berishasiz. Nima imtiyozli kreditlar bor? Shuni so'ramoqchi. Hozirgi kunda bankimizda quyidagi imtiyozlar va kreditlar bor. O'z tadbirkorligini boshlash, kengaytirish uchun o'zini bank qilgan shaxslarga mahalla loyihasi kreditimiz mavjud. Buni qulayligi 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan ajratiladi. Yana asosiy qulayligi pul o'tkazish emas, to'g'ri o'zingizda fuqaroni plastik kartochkasiga tashlab berish orqali ajratiladi. Undan tashqari biznesga ko'mak nomli kreditimiz bor. Bu ham o'zini band qilgan shaxslarga ajratiladigan kredit hisoblanadi. Buni muddati 4 yil hisoblanadi. 6 oy imtiyozli davr. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri plastik kartaga tashlab beriladigan kredit. Undan tashqari 100 milliongacha tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash fondi